Like'larni ayamaylar. Mana ukalarimga qaranglar, 3 ta 4 ta ukam mana shu yerda videoga olishyapti sizlarni. Vaqtini ketkazib, sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay, podpiska bosib, podeshka qilamiz bularni. Hozir narx-navo yangilari qimmat-da, yangilari. Kam yurganlari qimmat. Endi yili eskilari endi olsa bo'ladi, ular arzon. Endi 10 ming, 12 ming 18.500 dan internetga ham kirib ko'rsanglar bo'ladi. 18.500 dan ano. Tayyorini olyapti. 18.5 ga olaman, 19 bo'ladi. Unga navrot qilaman, 22 ming bo'lib ketyapti-da. Endi shu 23 chiqarib qo'ygandan keyin shularni 24 salon sotadi bular. Shu 24 oxirgi chiqqan gentrlarda bular. Men uchun bozorga tayyorlangan yo'q. Bu mashinamizni polniy tom, bagaj, oldi krilo, orqa krilo, bular tayyor mashina. Bularni oladi, minadi, tayyor. Narxi, bularning narxi 16.200. Oxirgi 16.200 dollar. Taqriban 18.5 ga olib 19 ming afon bo'ladi. Keyin navrot chiqadi 22 ming. 22 ming qatta-yu 16.800 qatta. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Gentra narxlari necha pul bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa Sergeli mashina bozorida 19-oktyabr sanasi bilan syomkalarimizni boshladik. Hammaga assalomu alaykum deymiz. Sizlar bilan men Sunnatbek do'stlar. Bu joy Cobalt, bu taraf Gentra. Gentra qatorlaridan obzorlarni xudo xolasa boshlaganmiz. Video boshidan bir dona like bosib qo'yasizlar, kanalga esa obunani ham bosib qo'yaverasiz do'stlar. Biz yana shu Marat aka bilan birgalikda video rolikni boshlaymiz do'stlar. Qari bo'lmasa ketdik, sizlarni ko'p kuttirib o'tirmaymiz. Sirazi boshlaveramiz do'stlar. Like'larni ayamasdan bosasizlar, kanalga obuna bo'lasizlar. Fikrlarni esa kommentariyada yozib qoldirasizlar do'stlar. Narx-navo qanaqa, nima hammasini yozib ketaverasiz do'stlar. Bo'lmasa obzorda boshlaymiz. Xo'sh, bo'lmasa obzorda boshlaymiz. Assalomu alaykum Marat aka, yaxshimisiz? Sunnatullah, yaxshimisiz? Tuzummisizlar, yaxshimisizlar? Rahmat, o'zi yaxshimi? Lazizbek hafto. Tuzummisizlar, Botir Musayev. Yaxshimisizlar, tuzummisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi keldinglarmi? Rahmat, o'zi yaxshimi? Boringlarga shukr. Assalomu alaykum muxlislarim. Yaxshimisizlar, tuzummisizlar? Xonadoninglar tinch, sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda xursandman, azizlar. Bugun Sergeli mashina bozor Toshkentdamiz. 19-oktyabr. 19-oktyabr ekan, soatimiz 11:30. 11:30. Xudo xolasa yangiliklar bor, mashinalarim bor, xudo xolasa obzor qilamiz. Avtomatlar, qora bayrlar bor. Oqlaridan ko'rsatamiz. Mana arzoni ham bor. Arzondan ham ko'rsatamiz. Narxlar endi nima desa bo'ladi? Hozir narx-navo yangilari qimmat-da, yangilari. Kam yurganlari qimmat. Endi yili eskilari endi olsa bo'ladi, ular arzon. Endi 10 ming, 12 ming, 9 ming har xil puliga yarasha. Endi yangilari ana nima desa bo'ladi? Besprabeylar hozir bilasizlarmi nech pul? 18.500. Qora. Qoralarida. Qora, 18.500 dan internetga ham kirib ko'rsanglar bo'ladi. 18.500 dan ano lyukli, abezli, tayyori. Shunaqa. Hozir misol uchun 18.5 ga oldi uni. 18.5 ga olgandan keyin 500 ga oform qiladimi? 19 bo'ladimi? 19 hali misol uchun unga pul tiqmadi. To'g'rimi? Poligi ham yo'q uni. 19 ga tushadi. Keyin unga polik qo'yadi, balon qo'yadi, chexol qo'yadi, tonirovka qo'yadi, Amerikan qo'yib turadi. Bu Malibu puliga boradi. 100%. 100%. Endi aqli ishlaydigan odam nima ish qilyapti? Aqli ishlaydigan odam shuni kam yurganini olyapti. Tayyorini, navrotini 2000, 3000 yurgan, 5000 yurgan. Bu probeg emas-da bu. Bildinglarmi? 2000, 3000 bu probeg emas. Bularning narxi 16 mingdan 17 minggacha. 3 ming, 5 ming misol uchun.
tayyorda. Malibu salonli qilingan, shumkali qilingan. Gazlar. Ana gazli qo'yilgan. Aqli bor odam mana shunaqasini olyapti-da. Tayyorini olyapti. 18,5 ga olaman, 19 bo'ladi. Unga navrot qilaman, 22 ming bo'lib ketyapti-da. 20 Malibu bo'lib ketyapti. O'shanda hozimda o'ylaydi-da keyin, tayyorini olsam bo'lar ekan deydi. Menda shuni tayyorlari bor. Sizda ham ko'proq Tayyor. probeg kamerlari. Ha, shunaqa 5 ming, 10 minggacha. 10 minggacha, u yo 20 ming, 30 ming, unaqalarni Yili ham sotmayman. balandroqlari. Ha, ular yili balandroq 24 bo'ladi. Ularning yili hammasi 24. O'sha nima deydi? 23 o'zi bular oxirgi chiqqan jentralar zavoddan. 23 chiqqan-ku bular. Endi shu 23 chiqarib qo'ygandan keyin shularni 24 salon sotadi bular. Shu 24 oxirgi chiqqan jentralar-da bular. Mana mendagi mashinalar. Probeg ekan, tayyor navorotli mashinalar. Endi gap cho'zib o'tirmaylik-da, bitta ikkitasini ko'rsating, qarang, mana sekin xulosa qilasizlar o'zingizlar. Nechta bor bugungi o'zi option? Hozir где-то 5-6 ta qo'yamiz, ko'p qo'ya olmaymiz. 5. Vaqtimiz cho'zilib ketib qoladi. Keling. Mana mashina qarang, 5 ming yurgan ekan. Metan gazi bor ekan, 5 ming kilometr yurgan. 5 ming. Ha. Ideal. Bular kamda mana qarang. Puli ham shunchalik bor. Misolcha olsa bo'ladi. Ya'ni bez probegini 18,5 ga olib turib 22 ming bo'lgandan ko'ra, bular tayyor. Mana qaranglar, qilingan ishlarini sanab o'tamiz. Metan gaz 4-pokoleniya, ABS, zavodskoy ABS, Amerikanka faralar qo'yilgan. Xo'sh, mashinamizga yangi balonlar oyog'ida yurmagan masla. Pult signalizatsiyalari ham bor. Salon qismini ochib ko'ravering. Mana. Aha, hamma navrot bor. Tonirovka, Malibu rul, Malibu bar, hammasi original mashinalar bular. Original narsalar bular. Ko'rasizlar, chexollari ham mana kardinal, Malibuniki. Ha, video registratorlar, hamma narsasi bor. Chexol, pulik. Shunaqa, tayyor. Radarlargacha turibdi. Radarlari ham bor-da mana. Optra faralar deysizlarmi mana? Yangi optra faralari ham. Mashinani qirilgan, chizilgan joyi yo'q. Top-toza. Ha? Aha. Mana buni gazi o'rtoqlar 4-pokoleniya. Mana 4-pokoleniya gaz. Mana yangi, ko'ryapsizlar? Yangi gazlari bor. Shumkamizda, okajon sal chetroq turasizmi? Shumkamizda polniy bo'lgan. Bu ana ko'pchilik ana 4 eshigini qilib qo'yadi-yu, misol uchun bozorga tayyorlangan yo'q. Bu mashinamizda polniy tom, bagaj, oldi krilo, orqa krilo, bular tayyor mashina. Bularni oladi, minadi, tayyor. Bularning narxi 16,200. Oxirgi $16,200 taqalgan. Bank ham bo'ladi bular. Bank orqali ham chiqadi. Taxminan 5,000 ketadi boshiga. Taxminan hisoblamaysiz, ha? Ya endi oladigan odam bo'lsa, bankka olib kirib chiqaman, bank hisoblab beradi. Taxminan bilaman boshiga где-то 5,000 kerak bo'ladi. 5 yilga qilib oformit qilib beraman. Где-то bir kunda ishinglar hal bo'ladi. 12 ta viloyatda qiladi. Nimaga faqat bo'lishini aytadi, savdolasak bo'lmaydi. Yo'q, endi mana bunaqa narsada Qo'lni berib, barakani qilib. To'g'ri. To'g'ri. Endi menda mana shunaqa narsaki, endi 17 ming so'ramaydi. Shu narsani bo'ladigan aytib qo'yaveray. Keyin qo'limni olib, baraka 17 ming emas, aka 16 ming beraman emas, 16,200 ga beraman. Misol. To'g'ri kelsa olinglar deyman. Yo'qmasa bitta bozorga ko'rib chiqinglar. Bozorga ko'radi, 17 ming so'rashyapti. Mana mendagi mashina misol. 17 ming so'rashyapti. 17 mingga bera ko'ring aka deyapti-da. Savdosi bormi desa, bor deyapti. Erta savdo qiladi. Yo, bonusi bor, endi hozir uni aytib qo'ysangiz qiziqib qolmaydi-da. Uni olgandan keyin baraka bo'ladi-yu. Ana o'zim bonuslarim bor. Ana xursand qilib chiqarib yuboraman. Voy aka, bunaqa narsalar berasizmi deydi-da. O'shani chiroyli qilib xursand qilib chiqarib yuboraman-da olgan klientlar. Mana endi hozir mana aka, sotdingizmi hozir? Necha sotdingiz? Mexanika 23 sotdilar aka. Necha yil 60 ming yurganmidi? 60 ming yurgan metan gaz. Necha pulga sotdingiz? 11,150 ga sotdilar. Bez ABS. 23 metan gazli. Hozir oformit qilib beradi. Ha, oformit qilib beryapti. Shuni ham aytib o'tamiz, narxlarini bir qiziqtirib. Endi qarang mana. 2800 kilometr yurgan mana. Maslasi yana.
2800 kilometr yurgan. Benzinda Ha, bunisi benzinda. 24. Benzinda harakatlangan. Yengil akkumulyator, ABS'li, заводской lyuk. Yani ko'pchilik aytadi hozir qo'yilayotgan ekan deyapti-da. Lyuk qo'yishayotgan ekanda bez lyukka olib. Yo'q, bular tekshirtirib olsanglar ham bo'ladi. Bular hammasi заводской lyuk. Mendan olgan odam ko'pchilik o'zi tekshirtirmaydi, biladi. Mashina sotishimni, toza mashina sotaman, zo'rini sotaman, garantiya kafolat berib sotaman. Ahamiyat beryapsizlarmi? Malibu salon mana xuddi bir xil bo'ladi. Chexollari ham shunaqa bo'ladi. Malibu rul, Malibu bar. Xo'sh, buni mashinamizda ham radar, padar, kamera o'sha qilib polniy navorot-da bu mashinamiz. Pulti ham bor. Pultlari bor, ha. Bular tayyor oladi, minadi. Rasxod qilmaydi. Bu mashinamizni ham mana shu polniy shumka bo'lgan tomlarigacha. Probegi 2800 kilometr yurgan, o'ptira faralar qo'yilgan. Yaxshi balonlar, buni ham ko'ryapsizlar, yangi balonlar. O'ziniki linglong bo'ladi, tosh balon bo'ladi-yu. O'shalarni olib tashab, mana shunaqa balon qo'yaman men. Yumshoq. Yumshoq balon qilib qo'yamanki, olgan odam rasxod qilmasin deyman-da. 2800 yangi ekan. Ha, shunaqa. Endi bular masla mashinaga kiradi, pashli. 2800 yurgan, narxi 16800. Mana ko'ryapsizlar, tayyor. Bu 2800 probeg emas-da. Chemani 18,5 ga olib 19000 afon bo'ladi. Keyin navrot chiqadi 22000. 22000 qatta-yu 16800 qatta. Mana bu vigidni-da olgan odamga minib mana 16,5 sotsin. Misolda, yaxshi akkuratni minib yursa, narx tashlab yubormaydi mashinani. Misol uchun mana bu mashinani oldi, 16800 ga oldi-da, etiketini urib, probegi 100,000 bo'lsa, buni narx tashiydi. Akkuratni minib, misol uchun kam yursa, misol uchun 1 yilda 20,000 yursa, misol uchun taksi qilmasa, bular narxi unaqa tashlamaydi. Bular uje nima desa bo'ladi? Mana hozir tikolarni ko'rib qolsanglar, "Vau" deb orasizlar, zo'r ekan deb. Bular ham shunaqa bo'lib qoladi-da, borib. Ha, borib shunaqa bo'ladi. Bular endi chiqmaydi-da bular. Bular chiqmaydi. Bular antikvar bo'lib qoldi уже. Tamom. 23-yil to'xtagan bular. 23-yil to'xtagan. Endi men aytmoqchi bo'lganim, qaytadan endi chiqarmasa ham kerak. yo'q, bular chiqarmaydi endi, bo'ldi. Endi bu versiyasi endi boshqacha bo'lib chiqishi mumkin. Qanaqa? Misol uchun morda boshqacha bo'ladi, faralar keyinchalik chiqsa agar, bamperlar o'zgaradi, boshqacha bo'lib, talab kuchli. talab kuchli. Lekin bu Gentrani hech qaysi mashina sindira olmadi, bilgan bo'lsanglar. Mana hozir narx tomonlama ham bilyapsizlar, mana hozir qanaqa mashinalar chiqib ketdi? BYD, Honda, har xillari chiqib ketdi. Lekin Gentran narxi bo'lgani yo'q. Ko'targani yo'q-da, Cobalt ham shunaqa. Cobalt ham shunaqa mana. Lekin Cobaltda 25 bor. 25 bor. Lekin Gentrani 24 yo'q. 24 yo'q lekin. O'shanga ham chalg'ib qolmaslik kerak odamlar. Shunaqa ham ko'pchilik aytadi 25 bormi? Yo'q, bular 23 oxiriga chiqqan zavoddan. Oxiriga chiqqan, to'g'rimi? Shunaqa. 24 chiqqanda bular. Xo'sh, keyingisini oling-ku, narigisini yuringlar. Ha? Oxini kecha sotdim. Kecha sotdim. 4000 yurgan edi. Endi egalari olgan odamlar, aka videoga chiqarmay qo'ya qoling, nozik joyda ishlashar ekan. Dadamga sovg'a qilyapman dedilar. Xo'sh, narxini ham aytib o'tiraman. 4000 yurgan, Instagramga qo'ygan edim videosini. Polniy Malibu salon qilingan navrot gazlari bilan, propan gazlari bilan narxini 15600 ga sotdim. Rossiyadan to'g'ri kelib olib ketganlar ham bo'lyaptimi? Bo'ladi. To'g'ri keladi. Nega? Mashina olar ekanda qarang ular. Sovg'a anaqa qilib borar ekan, nima deydi? Surpriz qilib borar ekan. Keyin men anaqa qilib yozib bering deydi. Dadamga sovg'a deb mana bunaqa yozdirib beraman nomerga. Ha, bantiklar qilib chiroyli qilib bering dedi. Mahallaga borgan dedi, shularni qo'yib signal chalib kirib boraman. Endi shuncha yil ishladi Rossiyada, misol uchun 5 yil ishladi. Nima olib kelyapti desa, men o'shani minib boraman Qorabayir, Marat aka deydi. Keyin kimdan oldinglar mashina? Sergeydan, Marat akadan. Voy, zo'rini olibsizlar. Gap yo'q deb yuboradi, ko'rgan odam. Kelinglar, mashina ko'rsatinglar. Mana shu bir tanishimniki iltimos qildilar. 19-yil ekan. Gazlari bilamagan. 19-yil. Pastroq so'rayman. Ha, bitta aytib o'tiraman, nomerlarini ham qo'yib beramiz. Qarang. 19 mi deb bolam? Ha, 19. Gazlari bor, Delcor akkumulyatorlar, Amerikanka faralar qo'yilgan. Balonlari ham yaxshi balon ekan. Probegi 200 kilometr yurgan. 200 ming. 200 ming, ha, uzr. 200 ming yurgan mana, navrot qilingan ekan.
Puli lekin qimmat emas. Puli arzon. Ha, endi yengilroq deng, ko'pchilik aytadi endi Marataga faqat qimmat sotasiz deb. Mashinalar, endi yangi mashina deyman-da. Mayli, endi bir odam tanishim olib chiqqan ekanlar, shunga narx-navolarini aytib qo'yamiz. 200 ming yurgan avtomat, lyuklari bor, ABS'lari bor. Xo'sh. Kraskasi qati deydi buni? Toza, kraskasi toza. Kraskasi toza. Narxida buni samma glavniy buni narxi. Narxi buni srochniy bo'lsa, Marataga sizni obunachilaringiz bo'lsa, 9800 ga berib yuboraman dedilar. 9800 ga berib yuboraman dedilar. Nomerni aytib yuborasizmi aka? 97lik 883 29 92. Shu raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Mana egalari bilan bog'lanasizlar. 9800 ga top toza 19 avtomat navrot mashina ko'rdinglar. Mana kimga qiziq bo'lsa. Lekin bosib oladigan joyi, mexanikalarni ham ko'ryapsizlar, hozir 9,5 ming, 10 ming. Bu avtomat, lyuk, hamma narsasi bor. Xo'sh, kelinglar. Endi mana buni qo'yinglar. 7000 yurgan, 7000 yurgan. Mana buni ham maslahatchi bo'ladi pashti. 7000 yurgan, qaranglar. Bu mashinamiz benzinda 7000 yurgan. Bu mashinamiz ham polniy shumka-punka. Mana salonlari Malibu qilingan. Bez gaz. Malibu rul, Malibu bar, Malibu mafon, pul, signalizatsiya, kamera, radar, madar, polik, chexol. Shumkalari ham buni original shumka. Polniy tom-pom, kapot, oldi krilo hamma yog'i bo'lgan. Orqaga o'ptiri stoplar qo'yilgan. Oldida Amerikanki chiroqli. Orqa anaqasi mana zapaskalari ham yangi holatda. 7000 yurgansizlar, 7000. Top toza kraskalari, lyuk, ABS, hamma narsa bor. Ha? Gaz qo'yilmagan. Yo'q, gazda yurmagan bu. Gazi yo'q mana. 7000 yurgan, narxini aytaman. Narxi 16300. 16300 azizlar buni narxi. 7000 yurgan, polniy navrot. Tayyor oladi, minadi. Bularni endi misol uchun olgandan keyin rasxod qilmaydi-da. Rasxod qilmaydi olgandan keyin. Ya gap yo'q aka. Misol uchun $50 ham rasxod qilmaydi bunaqa mashinalarga. Mana kapotlarini ham ko'ryapsizlar. Shumkalari original shumkalar-da bular. Bular original shumka. Xo'sh, 10000 yurganni qo'yinglar, keling. Mana 10000. Metan gaz 10000 yurgan. Mana 10000 yurgan. Kraskalari top toza. Bu mashinamizda ham xuddi shu, ana qoraga qanaqa navrot kerak bo'lsa, hammasi qilib qo'yilgan. Qoraga nima navrotlar? Misol uchun siz Amerikanka fara, Malibu rul, Malibu bar, shumizolyatsiya, pul, signalizatsiya, tonirovka, balon, mana bular, mana shunaqa narsalar hammasi meni mashinalarimda bor. Tayyor. Oladi, minadi. 10000 yurgan. Amerikanka faralar ko'ryapsizlar? Shumizolyatsiyalar, yangi balon. Masla balon deydi-ku, masla balon. Pul, signalizatsiyalari bor. Mana. Tonirovka. Xo'sh. Malibu rul, Malibu bar mana ko'rdingmi? Anaqa ekan. Nima deydi? Black piano ekan ruli, qora. Ko'ryapsizmi? Yengida hali. 10000 endi baribir 10000 ham yangi mashina-da. Bunaqa probegi, ko'p probegi kirmaydi-da bular. Mana orqasiga pashti odam o'tirmagan. 16200 narxi 24, 10000 yurgan, polniy navrot. Bo'ladigani 16200. Aha, 16200. Oladi, minadi. Mana orqada o'ptiri stoplari ham bor. Gazlari ham yangi gaz ekan, yaqinda qo'ygan ekan. Zapaskaga tushmagan. 16200 ga berib yuboraman naqdga. Bankam bo'ladi, deb taxminan 5000 bilan bo'ladi-da bu. Oylik to'lovlari endi menimcha shu 5-6 million atrofida bo'lsa kerak deb o'ylayapman-da. Endi to'chnisini
kelganinglardan keyin bankka olib kiraman, bank o'zi hisoblab beradi. Menimchadan to'g'ri kelsa oladi, yo'masa yo'q. Hech kim uni majburlamaydi. Самое главное, pasporti toza chiqishi kerak. Pasport toza bo'lishi kerak. Pasport toza bo'lmasa chiqmaydi. U befoyda u yurganini. Xullas shunaqa mashinalar bor azizlar. Qo'ng'iroq qilib ko'rasizlar 98lik 128 57 97 raqamiga. Joyim mana 7-naves. 7-naves. Ha, Marat akaning joyi mana shu yerda. Bemalol kelaveringlar. Bozorimizda har kuni ishlaydi. Har kuni. Dushanbadan tashqari har kuni. O'zim shu yerdaman. Bemalol kelaveringlar. Xizmatingizdaman aka. Xizmatingizdaman. Mashinalarimga kafolat hammasiga. Petno, probeg, hammasiga men garantiya berib sotaman. O'shaning uchun mendan oladigan odamlar aslida shunda keladi, oladi, ketadi. Bo'ldi. O'zini ustasiga olib ko'rsatadi. Chunki men bilaman, o'tganimda men tekshirib olaman hamma mashina. O'shaning uchun do'stlar, shubhasiz kelaveringlar oldimga, bemalol. Like'larni ayamanglar. Mana ukalarimga qaranglar, 3 ta 4 ta ukam mana shu yerda videoga olishyapti sizlarni. Vaqtini ketkazib, sovuq demay, issiq demay, podpiska bosib, padeshka qilamiz bularni. Padeshka qilamiz. Hammanglarga ko'rayotganinglarga videoim oxirigacha hammanglarga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' salomat bo'linglar. Sergeli mashina bozorimizga keladigan mehmonlarimizga xush kelibsizlar deymiz azizlar. Ko'rishguncha hammanglarni yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'linglar azizlar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, shu bilan obzorimizni yakunlaymiz. Hammaga rahmat deymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Like'larni ayamasdan bosib qo'yasizlar do'stlar. Biz shu joyda syomkamizni tugatamiz. Marat akaning joylari aytib o'tildi. Hammaga rahmat, charchamanglar.